Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bizlarning doimiy kuzatuvchilar, bugun Ramazon oyi munosabati bilan drobilkalarimizni ko'p turlarini aksiyaga tushiryapmiz. Shulardan yana bittasi mana shunaqa mana universal drobilkamiz 88 kilolik. Mana ko'rsatishingiz mumkin parametrini. 220 ga tokka ishlaydigan 4 kilovatlik motor bilan jihozlangan. Mana shunaqa 3 xil rangda boradi, korobkada bo'ladi bular. Ana korobkalarni ko'rsatib yuboring, mana korobkalar. Mana shunaqa korobkalarda bo'ladi. Ichidagi mana shunaqa qizil, sariq, yashil chiqishi mumkin. Hech ajablanmasdan ichidan chiqqan rangga endi mana nima deydi, ko'nib olib qolaverasizlar. Buni shunaqa ranglarda boradi. Ochmasdan jo'natamiz bularni. Bularni ishlash jarayoniga keladigan bo'lsak, mana sitkalarni ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa sitkalar bilan har birida komplekt bo'ladi. Mana bunaqa yeriga bu podarkaga, bu o'zi aslida bo'lmaydi, podarkaga beryapmiz buni. Mana shunaqa 3 ta sitka, mana bitta yopiq 4 ta, ichida mana 5 ta. Bu 6-podarkaga berilyapti bu sitkalari. Bularni mana ikkita remen bilan harakatlanadi. Pachimniklari yog'lanadigan pachimniklar. Zavod Xitoydan birinchi qo'l keladi bizga. Yetkazib berish xizmatlari bepul bularni, absolyutni bular. Endi bularni ishlatib ko'rsatib sizlarga hashak va donni chiqazib ko'rsatib beramiz. Avvalambor hozir biz buni don chiqazib ko'rsatib beramiz. Mana mahsulotimizni mana bu yerga hozir taxlab olyapmiz. Hozir bug'doy bilan makkajo'xori aralashtiribdi bu. Hozir ustiga yana qo'shamiz, makkajo'xorini qo'shamiz. Ko'proq to'ldirib ishlatib ko'rsatib beramiz. Qanchalik tez o'tkazishini bir ko'rsatib beramiz sizlarga. Bu universal drobilka hisoblanadi. Bu prislarni ham, mana makka poyalarni ham hammasini o'tkazadi. Hozir ko'rsatib beraman bularni ham. Avvalambor hozir donni o'tkazib ko'rsatamiz. Ichida mayin sitka qo'yilgan. Bismillah. Hozir o'tkazib, qanaqa o'tkazishini ko'rsatib beramiz. Qo'shamiz. Mana tokimiz 199 ko'rsatyapti. 200 tok bilan ishlatib ko'rsatamiz. Buni mana bu joydan mana ochib yopib mikrofga qilsa bo'ladi mana. Ketdi mana, ishlash boshlandi. Mana donimizni o'tkazib oldik, mana ko'rishingiz mumkin, mana. O'tkazdik mana. Bemalol sepib bersa bo'ladi mollarimizga. Endi navbat hashak o'tkazishga keldi. Mana hozir poyamiz turibdi, qopda somonimiz turibdi. Hozir ikkalasini o'tkazib ko'rsatib beramiz buni. Buni qo'shamiz. Poyani o'tkazamiz avvalroq. Somonimizni o'tkazamiz. Ko'ryapsizmi, somonni ko'rdim demayman. Mana yirik sitkamizni o'tkazdik, eng yirigida mana poyamiz va somonimizni yirik sitkada o'tkazib oldik. Xohlasangiz mana sitkalari ko'p, razmerni qo'yib, xohlasangiz mayda qilib ham mayin qilib o'tkazishingiz mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsak, bularni aksiya narxlarda o'sha ro'za oyigacha 2 million 400 dan mutlaqo dastavkali bepul qabul qilib olishingiz mumkin.